Do'stlar, nima uchun Captiva avtomobillari o'zi hozirgi kunda eng ko'p propan qo'ydiryapti? Shu haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz, qaytarib o'tamiz. Toza benzin topish juda ham qiyin bo'lib ketdi. Aytaylik, bu Captiva avtomobiliga 95 dan yuqori aktamda yurmoqchi bo'lsangiz, propan qo'shishingiz kerak. Hisob-kitob qilib beramiz. Qaranglar. 6000 so'mdan hisoblaganlaringda ko'paytiramiz. 50 ta propangiz qancha kilometraj yurib o'tishingiz mumkin. Ya'ni 300 ming so'm puliga bu avtomobilda bemalol 300 yoki 300 dan oshiq motoringizni holati yaxshi bo'lsa kilometraj bosib o'tishingiz mumkin. Va ish sifatiga ahamiyat berib qo'ysa, yubileyniy va akkuratniy holatda uстановка qildik. Tarello 100% mana shu motorga maksimum davlat yetkazib bergan original reduktorlar, original xomitlar, zavodskiy qilib uстановка qildik va gaz klapan обязательно biz qo'yamiz. Buni qo'yishlik 3-paketda shart. Agar buni qo'ymaydigan bo'lsangiz, ya'ni aytaylik, ballonda kelgan davleniyani ko'pchilik pramoy bu reduktorga ulab qo'yadi. Reduktorga ulagandan keyin gazda hidi chiqadi, ya'ni propan hidi chiqadi. O'shaning uchun 3-paketni bo'lmaydi ekan deb yurishadi. Keling, biz kafolati bilan oldi jihozga 1 yil garantiya 100% berib, ballonga esa 10 yil kafolati bilan uстановка qilib beramiz. Akajon, nechinchi mashinangizni olib kelishingiz? Xudo xolida bu 3-mashinamiz. 3-mashinamizga 3-propanimizni o'rnatish jarayonidamiz. Xudo xolasa. Bolalarning ishini ko'rdik. Bolalarning ishiga o'xshashning gap yo'q. Молодец. Kelish tavsiya berasizmi? Hammaga tavsiya qilaman, kelinglar, ishlari sifatli, chiroyli. Xudo xolasa, kimgadir mana shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, biz sizlarga doim haqiqatni aytib, har bir jihozni qo'lingizga ushlatib, kafolati bilan uстановка qilib beramiz. Tanlovda adashmaymiz, obuna bo'lishni unutmang. Bu videoni barcha propan qo'ymoqchi bo'lganlarga yuborib qo'ying. Siz obuna bo'lib turing. Sizni qiziqtirgan har qanday savolga bizda обязательно yechimi bo'ladi. Sirdorim etangiz doim sizlarga haqiqatni aytib qoladi.